Assalomu alaykum qadrdonlar. Videoda o'tkazib yubormasanglar mana shu joyimizni olganmiz. Hozir do'pposini shu videoda ichida qo'yamiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib yuborasizlar. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana navbatdagi ishlarimizni sovuq o'raylik. Xudo xohlasa o'z nihoyasiga yetkazdik. Mana shu sovuqda ham ishlayotgan ustalarimizga bir donadan like bosib qo'ysanglar biz uchun foydali bo'lgan bo'lardi. Mana shu ko'rib turgan joylarni xudo xohlasa Andijon viloyati Marhamat tumanida o'z nihoyasiga yetkazdik. Ko'rib turganlaringizdek mana bu tarnovlari yo'q. Hamma yo'g'igacha o'zimiz qo'yib berdik. Mana bu dorixonani ham chekalarini deyla fasonda qilib bo'lacha fasonda chiqdi. Chekalari deyla fason. Keyin karishneviy aksessuarlarni karishnevidan qilganmiz. Mana ko'rib turganlaringiz shaxmat o'rtalariga ozgina tillar aralashtirganmiz va chekadagi karnizlariga ham ozgina tillar aralashtirganmiz. Bu hali ko'pgina tillar bo'lib ketmasin degan obunachilarimizga hali skromniy tillasi ham ko'p emas, oz ham emas, o'rtacha me'yorda bo'lacha chiqdi deb o'ylayman. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa komment o'z fikrlarni yozib qoldiringlar. Mana ko'cha tomonlarini ham shunaqa go'zal holatda chiroyli qilib berdik. Mana ko'chamizda oldin eski tarnovsi bor edi. Buni aylanasiga ruhdan rangsiz tarnov edi. Biz uni chiqarib tashlab, o'rniga shunaqa rangli tarnovlarimizdan qo'yib, yevro rangli shu tunuka tushadigan karishneviy tarnovlardan qo'yib berib, bitkazib berdik. Xudo xohlasa xizmatlarimiz vodiy bo'lib, hozirgi kunda 140 ming so'mdan qilmoqdamiz. Bir kvadratini tunuka hamma yo'g'i ichida. Sizlar faqatgina avet qilib bersanglar bo'ldi. Qolgan hamma rasxod o'zimizdan. Murojaat uchun 97 858 0909 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar.